Assalomu alaykum barchaga. 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni munosabati bilan bizlar magazinimizda ishlayapti. Manzilni tushuntirib o'tamiz. Qaynoqqina skidkalar bilan tanishtirib o'tamiz. Qoratosh kartinkaning shundogina ro'parasida joylashgan Yaprak Home magazinimizda ishlayapti. Ertalab soat 9:00 dan kech soat 22:00 gacha ishlaydi. Ayni paytda shunaqangi bir kishilik postelniy biletlarimizda kelgan sovg'alarga, podarkalarga 500 ta, 1000 ta, 2000 ta olaman degan ob'yomni podarkalarga hadya qilamiz degan maqsadda yurgan opalarimiz uchun shunaqangi postelniy biletlarimizning narxini atiga 110 mingdan qo'ydik. Agarda optim olmoqchi bo'lganlarga 100 ming so'mdan qilib beramiz. Ibyo tarafda ko'rasizlar, MM brenddan shunaqangi 2 kishilik postelniy biletlarimizga kelgan katta kolleksiyada. Bu yon o'zida bilmayman salkam 300 taga 200 tadan ko'p. Lekin soni kam qolgan. Keyingi xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. O'sha podarkalarga 200 ta 300 talab olmoqchi bo'lgan opalarimiz uchun narxini 140 mingdan qo'yardi. Agarda ko'proq olaman desanglar, yana ham narxini o'tib beramiz. Xo'p, va undan tashqari bizning magazinimizda shuba ko'rpalarimizda, tuya ko'rpalarimizda 150 ming, 165 mingdan suv tekin narxlarda xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Va undan tashqari shunaqangi salfetka chochularimizga kelgan bani chochular, litsavoylar, podarkalarga, o'g'il bolalarga bani xat deysizlarmi, mana bunaqa naborlar deysizlarmi? Narxlari vashsha arzon bo'lib ketdi. Kelib xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Shunaqangi postellarimizning ham narxini 190 mingdan sotilgan. Hozirda sizlarga narxini 165 mingdan qilib beramiz. Bir kishiliklarni 165 ming, ikki kishiliklarni 195 mingdan qilib beramiz. 90 mingdan qilib beramiz. Faqatgina ko'p oladigan opajonlarimiz uchun kelinglar, xaridlarni amalga oshirsalar bo'ladi. Va undan tashqari magazinimizda sovg'alarga, erkaklarga shunaqangi korobichniy upakovkada pletlarimizga kelgan narxlarini atiga 95 ming so'mdan ko'proq olaman deganlarga yana ham o'tib beramiz. Va undan tashqari adyollarimiz bor. Bir kishilik adyollarimiz katta assortimentda narxlari atiga 100 ming so'mdan chiqadi. Bemalol kelib tanlab olsanglar bo'ladi. Hammalarni Yaprak Home Samarqand Darvoza filialida kutib qolamiz. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin.